Respublikamiz bo'ylab davom etayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlar doirasida fuqarolarning muqaddas tuyg'ulari va e'tiqodidan g'arazli maqsadlarda foydalanib kelgan shaxsning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Gap shundaki, Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan maxsus tezkor tadbir davomida muqaddam umra safariga borishni niyat qilgan fuqarolarni aldash yo'li bilan chuv tushirib kelgan shaxs jinoyat ustida qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, Qashqadaryo viloyatida ro'yxatdan o'tgan mas'uliyati cheklangan jamiyatning Buxoro shahridagi filiali operator lavozimida ishlovchi 2004-yilda tug'ilgan fuqaro o'zining jinoiy maqsadini amalga oshirish rejasini tuzgan. U hukumatning umra tadbirlarini tashkil etish bo'yicha belgilangan qat'iy talablarga mutlaqo zid ravishda tegishli vakolati bo'lmasa-da, Buxoro shahrida yashovchi ayolning ishonchiga kirib, uni 7 kunlik umra ziyoratiga jo'natishni va'da qilgan. Ushbu harakati evaziga esa u jabrlanuvchidan jami 1570 AQSh dollari miqdorida mablag' talab qilgan. Gumonlanuvchi o'zi ishlaydigan ofis binosida oldindan kimyoviy ishlov berilgan 1500 AQSh dollari hamda 850 ming so'm pullarni firibgarlik yo'li bilan olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirgi vaqtda mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.